Shu bugun bitta opaxon to'xtatib, ukajon, men sizni tanib qoldim. Iltimos, mana shu milklarim og'riydi, tishlar og'riydi, umuman uyqu yo'q, nima qilay dedi. Men aytdim, anor dedim mana. Mana shu anorni po'stlog'ini qaynatib, chaying og'zingizga desam, qildim ham bo'lmadi dedilar. Kelib kitobni qidirib topdim. Tish og'rig'iga, tish iringlasa, tish qurtlasa, milklar og'risa, nima qilsangiz uy sharoitida davo topishingizni shunday o'qib beraman. Baraka topgur. Xo'p deng, opa, eshiting. Marhamat, eski kitob dard borki darmon bor. Tish og'risa, chirisa, iringlasa, qimirlasa, sedana talqonini 25 gram, isiriq poyasini talqonini 25 gram, yong'oq shoxi talqonini 25 gram, 10 gram tuz qo'shib taxminan 40 gram suvda mil qaynatib, so'ng suvdan 3 kun bir osh qoshiqdan og'izga solib 12 daqiqa saqlab to'kib tashlansa ham og'riqlardan umuman xalos bo'ladi. Tushundingizmi? Ikkinchisi, nazla ildizini topasiz. Talqoniga sirkada qaynatib, og'iz chayilsa ham qimirlagan tishlar qotadi. 10 kun 3-4 mahaldan qilasiz. Uchinchisi, achchiq toshni qaynatib, og'iz chayilsa ham og'riqlar qoladi. 3 mahal 3 daqiqadan og'izda chayqaysizda, 3 daqiqa ushlab turib. Chinor qobig'iga sirkada qaynatib, og'iz chayilsa ham og'riq qoladi. Tushundingizmi? 4 xil yo'lni o'qib. Birinchisi va uchinchisi eng osoni ekanda, opajon. Qarang, achchiq toshni qaynatib og'izda chayqaysiz. Achchiq tosh bozorlarda to'lib yotibdi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, milkda tishlarda ehtiyot qilinglar. Men ko'p tavsiyalarni shu kitobni ham Rustam tabibdan olganman. O'zbekistonda Toshkent Chirchiq shahar 1-mikrorayon 53-dom 6-komnata. Borsalaringiz shunday tomirlaringizni ushlab, qayeringizni kasalingiz bor, qayerda dardingiz bor, sizga qanaqa giyoh ketadi, G'ulomjonning nomidan borsangiz, yana giyohlari siz uchun arzon. G'ulomjondan foydali maslahat Tojikistondan. G'ulomjon Tojikiston blogeri, foydali maslahat kanalim bor. Bitta podpiska laykni bosib qo'ying. Bir qadam Rustam tabib. Borib, joningizga oro topib keling. Tojikiston va pesh.